Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz sug'urta turlari va ahamiyati. Quyida sug'urta mohiyati, funksiyalari, turlari, asosiy tushunchalar va O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishi bo'yicha o'quv-qo'llanma, tadqiqot ko'rib chiqamiz. Bulardan rejalarimizda sug'urta mohiyati, sug'urtaning mazmuni, iqtisodiy tabiati, sug'urta funksiyalari, sug'urta turlari va shakllari. Keyin sug'urta tushunchalari, O'zbekiston sug'urta bozori. O'zbekiston sug'urta bozori 2017-2022 yillarda islohot va asosiy ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Sug'urta mohiyati sug'urtaning jismoniy va yuridik shaxsning mulkiy hamda shaxsiy manfaatlarini muayyan xavfdan himoya qiluvchi iqtisodiy mexanizm. Bu nima uchun kerak? Kutilmagan zararlarni qoplash, xatar oqibatlarini yumshatish, moliyaviy barqarorlikni saqlash. Qanday ishlaydi? Ko'pchilik tomonidan to'langan sug'urta mukofoti umumiy pul fondini shakllantirish, sug'urta hodisasida yuz bergan zarar va shu fonddan qoplanadi. Buni tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, sug'urta siz to'layapsiz va undan sizda to'langan summadan jamg'arilib borilgan summa sizni force major oqibatida kelib chiqqan zararingizni qoplashga yo'naltiriladi. Tarixiy ildizlari dastlab tabiiy zararlarning yo'nalishida mavjud bo'lgan tovar va pul munosabatlarini rivojlangach, sug'urta fondi pul shaklida jamlana boshlangan. Asosiy g'oyasi bir shaxs yoki korxona ko'rgan zararni ko'pchilik hisobidan shakllangan fond orqali qoplash. Yuqorida keltirib o'tilganimizdek, shu bois sug'urta risklarini jamiyat miqyosida qayta taqsimlaydi. Sug'urtaning iqtisodiy prinsiplari: risk mavjudligi, qayta taqsimlash, zararlarni vaqti va makonda taqsimlash, qaytarish unda asosan fond mablag'lari sug'urta hodisasi yuz berganda tovon, ya'ni zararni qoplash uchun yo'naltirilgan summa. Bu yerda xulosa deb aytganimizda, sug'urta bu oddiy xizmat emas, balki risklarni boshqarish, zararlarni qoplash, moliyaviy xavfsizlikning ta'minlanishiga xizmat qiluvchi iqtisodiy kategoriya. Keyingi sug'urtaning asosiy funksiyalari: sug'urta fondini tashkil etish, sug'urta fondidan foydalanish va nazorat. Sug'urta mukofotlari hisobidan maqsadli pul fondi yaratilgan. Sug'urta fondidan foydalanish sug'urta hodisasi sodir bo'lganda tovon yoki sug'urta pulini to'lanadi. 3. Nazorat fond jamg'armalarini maqsadli va qonuniy ishlatilishini kuzatiladi. Xo'sh, keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, sug'urta turlari va shakllari. Sug'urta xizmatlari turli mezonlar asosida shakllanadi, tavsiflanadi. Ixtiyoriy va majburiy sug'urta ikki xil bo'lishi mumkin. Ixtiyoriy sug'urta bu mijozlarning roziligi asosida tuziladi. Inson o'zining ixtiyori bilan sug'urtaga rozi bo'lib, o'zi cho'ntagidan pul to'lab sug'urta qiladi. Jismoniy yoki yuridik shaxslarga ko'rsatilgan sug'urtalar: mol-mulk sug'urtasi, transport vositasi, hayot sug'urtasi, moliyaviy tadbirkorlik risklarini sug'urtalash. Endi ikkinchi tarafga qaradigan bo'lsak, majburiy sug'urta qonunchilik hujjatlariga asosida ma'lum bo'lib belgilab qo'yilgan sug'urtalar bo'lishi mumkin. Masalan, bu transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarlik sug'urtasi. Sug'urta taloni. Yo'lovchilarni majburiy sug'urtalash. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, majburiy davlat sug'urtasi kimlarni qamrab oladi? Material ichida Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat va bojxona qo'mitasi, harbiy xizmatchilar va soliq organlari xodimlarini misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Nima farq qiladi bulardan majburiy sug'urta bilan? Bu sug'urta turlarida sug'urta mukofotlari bevosita fuqarolar tomonidan emas, balki davlat byudjeti mablag'lari hisobidan to'lanadi. Amaliy maqsadi xizmat vazifalarini bajarayotgan xodimlarning baxtsiz hodisa va boshqa xavflardan moliyaviy himoya qilish. Muhim jihatiga to'xtaladigan bo'lsak, majburiy davlat sug'urtasi ijtimoiy himoya va davlat xizmatidagi xodimlarning xavfsizligini kafolatlash muhim vositasidir. Keyingi slaydimizda sug'urta sohalari.
hayotiy sug'urta bo'lishi mumkin yoki umumiy sug'urta. Hayotiy sug'urtada insonning sog'lig'i, mehnat faoliyati yoki biror joyda ishlab turadigan bo'lsa, uning mehnat davomida sog'lig'iga keltirilgan zararni qoplash. Umumiy sug'urtalar shaxsning mulkiy javobgarlik va hayot sug'urtasi kirmaydigan boshqa turlarni o'z ichiga oladi. Bu yo'nalishlar kundalik hayot va biznesdagi ko'plab xavflarni qamrab oladi. Sug'urtalar asosan uzoq muddatli bo'lishi mumkin yoki qisqa muddatli. Qachon? Masalan, 1 yillik sug'urta bo'lishi mumkin, 6 oylik. Shular jumlasidan. Keyingi slaydimizda ko'rib turganimizdek hayot sug'urtasi yo'nalishlari. Hayot va sog'liqqa bog'liq bo'lgan sug'urtalar. Jismoniy shaxsning hayoti, sog'lig'i, mehnat qobiliyati, oid manfaatlarini himoya qiladi. Keyingisi risk jamg'arma bo'lishi mumkin. Ularda ma'lum bir riskni himoya qilish uchun lina deb bo'lsak, 0 dan pastga tushadigan bo'lsa, u sug'urta qoplashi kerak. Minusga tushadigan bo'lsa, shunaqa vaziyatlarda risk jamg'arma sug'urtadan qoplaydi. Umumiy sug'urta yo'nalishlari: mulkiy sug'urta bino va inshootlar, uy transport vositalari, yuklar va boshqa mol-mulkni saqlashga doir bo'lgan manfaatlarni himoya qiladi. Keyingisi javobgarlik sug'urtasi. Shaxs yoki korxonaning 3-shaxs zarar yetkazish bilan bog'liq fuqarolar mas'uliyatini qoplaydi. Bunga misoldan avtotransport vositasida agar yo'l harakati avariya bo'ladigan bo'lsa, sug'urta qoplab berish, ma'lum bir qismini sug'urta qoplab beradi. Shu misolda bo'ladi. Risklarni sug'urtalash. Moliyaviy tadbirkorlik risklarini ham ixtiyoriy sug'urta doirasida himoyalanish mumkin. Misollarda keltirib o'tganimizdek, transport vositalari, kargo, fuqarolik javobgarligi, yuk bo'lishi mumkin. Misol tariqasida logistik yo'nalishida bu insonlarning yukini A tochkadan B tochkaga yetkazishda sug'urta talab etiladi. Ya'ni qanday? Masalan, yo'lda ko'rsatmasam biror bir avariya bo'lishi mumkin yoki boshqa yukka zarar yetadi. Bu taqdirda sug'urta o'zining insurance liability deb yuritiladi, insurancedan qoplab beriladi. Keyingisida sug'urta munosabatlari ishtirokchilari: sug'urtalovchi, sug'urtalanuvchi va vositachi. Sug'urtalanuvchi kim? Bu siz yoki biz bo'lishi mumkin. Litsenziyaga ega yuridik shaxs sug'urta xizmatini ko'rsatadi. Bu birinchisi, ikkinchi BBga tushadi, to'g'ri. Sug'urta mukofotini to'laydigan sug'urta himoyasini oladi. Vositachi broker yoki agentlik sifatida tomonlar o'rtasida vositachilik qiladi. Xo'sh, keyingi slaydimizda risk va tarif stavkalari. Risk. Qancha risk baland bo'lsa, sug'urta foizi shuncha baland bo'ladi. Bu yerda nima deb aytilgan? Risk kutilayotgan hodisa bo'yicha xavfning yuzaga kelishi, risklarning xilma-xilligi keltirib o'tilganimizda risk baland bo'ldimi, sug'urta ham baland bo'ladi. Tarif stavkasi. Sug'urta riskining puldagi bahosi, sug'urta summasining nisbati foizlarda hisoblanadi. Ya'ni bu bruto stavka deyiladi yoki neto stavka yuklamalardan iborat. Neto stavka asosan sug'urta qoplanmasini to'lash uchun mo'ljallangan qism bo'lib, ayrim holatlarda bruto stavkasi 90% gacha yetishi mumkin. Sug'urta fondi, mukofot va qoplama. Sug'urta mukofoti sug'urta xizmatlari ko'rsatilganlik uchun to'lanadigan haq. Sug'urta fondi, hodisa va qoplama. Hodisa qanday bo'ladi? Shartnomada ko'rsatilgan voqea yuz beradi. Shartnomada hammasi keltirib o'tiladi. O'zini kategoriyalari bo'ladi. Sug'urta polisi, shartnomada tuzilganlik tasdiqlovchi hujjat. Unda sug'urta obyekti va mukofot, davlat va boshqa rekvizitlar aks etadi. Sug'urta hodisasida oldindan ko'rib bo'lmaydigan voqealar, mulk sug'urta, yong'in, zilzila, avariya yoki boshqa turdagi xavflarni sug'urta hodisasi deb yuritamiz. Sug'urta dalolatnomasi nima? Sug'urta dalolatnomasi sug'urta hodisasi yuz berganda sug'urta kompaniyasi bilan tuziladigan shartnoma yoki hujjat bo'ladi.